aytingchi dada, sho'rolar qanday hukumat? Kirayini g'ar. Sen qoluvding kallama garing qilmagan. Sho'rolar, yo'qsizlar, betahoratlar hukumati. O'z uyingga xo'jayin bo'la olmasang, o'zing ekkan bug'doying o'zingga nasib etmasa, o'g'riga o'xshab yarim kecha so'rsang, yo o'ynab qo'yay bunaqangi sho'rolar hukumatiga. Yo'qsizlar hukumati qanday ichkin odamlar ekan? Dehqonboy, sho'rolar biz to'ng'ich, siz kenjasiz deydi. Bizlar sizga aka bo'lamiz deydi. Sizlar bizga bo'ysunishingiz kerak deydi. Ha yaxshi. Musulmonchilikni bilar ekan-ku. Bu musulmonchilik emas. Bilib qo'y. Qizil rang yomon rang. Qizil rang odamni aldaydi. Qizil bo'lsa, bu kishiga nima? Zamon tinch bo'lsa bo'ldi-da. Bo'lmaydi. Birov yerni birovga olib bergandan keyin bo'lmaydi. O'rtada norozilik paydo bo'ladi. Eshityapsanmi? Qon to'kiladi. Sho'rolar boylarni yo'q qilmoqchi. Xo'sh, ularning o'rniga birgina qashshoqlar qoladimi? Bilib qo'y. Qizil rang yomon rang. Qizil rang jallod rang. Qizil yomon, sho'ro. Qassob sho'ro. Qizildan ro'shnolik tilama.